kechagi o'yinda yoshlik tajribaga qarshi to'qnash keldi va tajriba ustun keldi deb aytsak bo'ladi. Inter Yevropa Chempionlar Ligasi yarim finalida Barselonani yengib, finalga yo'l oldi. Simeone Inzaghi shogirdlari buni qanday uddaladi? Barselona Inter qarama-qarshiligi Chempionlar Ligasining yangi formati uchun juda katta afisha bo'ldi. Umuman Chempionlar Ligasining tarixi uchun bir yorqin, zarhal harflar bilan yodga olinadigan yarim finallardan biri bo'ldi. Odatda biz bu yarim final, chorak final, finaldan tashqarigi play-off o'yinlarini ko'p kuzatganmiz. Ikkita o'yin bo'ladi. Birinchi o'yin javob o'yini, ko'pincha qo'shimcha vaqt taymlar, penaltilar seriyasi, ko'p dramatik holatlar bo'ladi. Masalan, qizil kartochka, boshqa narsalar o'yinni bizda o'sha yodimizda qolishiga bir sababchi bo'ladi. Bu yerda yorqin o'yin. Kechagi o'yinda qo'shimcha taymlar bo'ldi, lekin penaltilar seriyasigacha bormadi. Bir mushtlashuvlar bilan, bir ortiqcha qo'pollik, hakamlarning yaqqol xatosi tufayli emas, bir yorqin futbol sifatida bizni yodimizda qoladigan o'yin bo'ldi va ikkala o'yin ham shunaqa yodimizda qoladigan bo'ldi. Odatda bunaqa to'qnashuvlarda yo birinchi o'yinda masala hal bo'ladi yoki ikkinchi o'yinda qanaqadir katta yodda qoladigan bir sabablar tufayli yodda qoladi. Bunda yorqin futbol, ikkala o'yinda ham futbol gollarga boy, umumiy hisobda 13 ta gol ko'rgan yarim finalimiz. Shunaqa bir o'yinga guvoh bo'ldik. To'g'risi haligacha o'sha o'yin ta'sirida yuribmiz. Barselona uchun shu ehtimoliy raqiblardan bular PSG, Arsenal, Inter chiqishi bo'lishi mumkin edi. Eng noqulayi tushdi yarim finalda. Chunki Inter mana shu 4 tala yarim finaldagi 4 tala jamoada ichida tarkiban eng zaifrog'i desak ham bo'ladi. Buni o'rtacha futbolchilari yoshidan ham ma'lum. Masalan, o'sha tarqab ketdi-yu, masalan, Barselona futbolchilar juda ko'piga 23 yoshgacha, Inter futbolchilari esa juda ko'pi 30 yoshdan oshgan futbolchilar. Shundan ham bilsa bo'lardi, masalan, yuqori tempga Inter chiday oladimi, yo'qmi degan ma'noda. Bu yerda jismoniyat emas, balki ko'proq ruhiyat, tajriba hal qildi va Inzaghi murabbiy sifatida Flickdan ustun keldi deb o'ylayman ikkala o'yinda. Masalan, birinchi o'yin taassuroti Inter hisobni ochdi, Barselona hisob tenglashtirdi. Inter hisobda oldinga chiqdi, Barselona hisob tenglashtirdi. Mana shunaqa bo'lgan. Ya'ni ikkala jamoaning ham har bir harakati o'xshayvergandi. O'sha nima o'ylagan bo'lsa, pastlari ham o'xshagan, vaziyatlar yaratishda qanaqadir yengillik, darvozabonlar ham ikkalasiniki vaziyatlarni qaytarib, boshqa qilib, har bir detallarda ikkala jamoada ham o'yin qovushgan deymiz-ku. Shunaqa o'sha birinchi o'yinda ko'rsanglar qovushgan. Masalan, Barselona uchun juda qovushgan. Masalan, hisobda ortda borib darrov hisob tenglashtirish, keyin yana ortda borib yana hisobni tenglashtirish va Interning urgan goli ofsayd tufayli bekor bo'lishi bizda birinchi o'yinda ko'proq Barselonani favoritdek ko'rsatib qo'ydi-da. Aslida Interning o'sha Barselonada o'tkazgan o'yini ham juda yuqori saviyada bo'lgandi. Ba'zi epizodlarda Barselonadan ustunlik qilgan. Endi Inter futboli unaqa emas-da, masalan, bir Barselonanikiga o'xshagan bir yaltiroq qog'ozlarga o'ralib bir qadoqlangan emas. Ulgurji savdoda sotiladigan mahsulotlarga o'xshaydi-da buniki. Lekin Interning boshqa jamoalardan ustunligi ularning taktik jihatdan rang-baranglikka egalik. Masalan, kerak payti futbolchilarning aynan o'sha yoshi ulug'ligi o'sha tajriba beryapti. Kerak payti masalan temp qo'shyapti-da va o'sha uzoq muddat unaqa yuqori tempda o'ynalmaydi. Jismoniy kuchi yetmaydi, lekin o'sha qisqa davrda maksimal foydalanyapti va gollar bilan yakunlayapti-da. Masalan, Barselona ham bir necha bor tempni yuqorilashtirdi, lekin u xavfli vaziyatlar bilan yakunlanyapti, gol bilan emas. Interning har bir tempni qo'shganida, o'sha harakat qilganida
vaziyatlari gollar bilan yakunlab olyapti va o'sha bir o'yinning bir davri uchun ular uchun eng foydali davr bo'lib qolyapti. O'shaning uchun hisobni oshirib olganda ham, hisob tenglashib qolganda yana gollar urib, kechagi ruhiy o'sha Rafinyaning golidan keyin ruhiy zarba bo'lgan holatda ham o'zlarini tiklab olib, hisobni ham tenglashtiryapti va qo'shimcha taymlarda g'alabani ham ilib ketyapti. Bu yerda kechagi o'yinda yoshlik tajribaga qarshi to'qnash keldi va tajriba ustun keldi deb aytsak bo'ladi. Lekin men bironta hozir tanqidiy fikr na Barselonaga, masalan bugun kun davomida mana hammaning og'zida shu o'yin bunaqa, kimdir hakamni ayblayapti. To'g'risi menda bu narsa bunaqa niyat yo'q, hakamga bir e'tirozim yo'q, bir o'yinni buzib qo'ygan vaziyatini eslolmayman. Kimdir Interning bir bunaqa o'yinni tanqid qilyapti, kimdir Barselonani tanqid qilyapti, Barselona yulduzlarini. Men bu narsalardan cheklangan bo'lardim. Ikkala jamoaga tashakkur aytgan bo'lardim. Bizga mana shunaqa ikkita o'yin tuhfa qilganligi uchun, ajoyib futbol tuhfa qilganligi uchun. Futbol bir kunda minglab o'yinlar bor butun dunyoda. Endi masalan, havaskor futboldan tortib eng yuqori darajada futbolgacha yer sharida bir kunda minglab o'yinlar o'ynaladi. Lekin aynan mana shunaqa o'yinlar o'sha minglab o'yinlar o'ynalishiga sabab bo'ladi-da. Mana shu o'yinlargina butun insoniyatni shu sport turiga qiziqishiga sabab bo'ladi va futbolni mana shu birinchi raqamli sport turi bo'lib turishiga aynan mana shunaqa o'yinlar sababchi. Shuning uchun bu o'yindan qanaqadir negativ qidirish kerak emas. Aksincha, shunday o'yinni ko'rganligimiz, shunday futbol yulduzlarining jonli o'yinni tomosha qilib, mayli bedor tun o'tkazgan bo'lsak ham bir rohat olishimiz kerak deb o'ylayman. Jamol aka, bugun ikkinchi finalchi aniqlanadi. PSG Arsenalga qarshi. Kimning imkoniyatini yuqori baholaysiz? To'g'risi men PSJning juda ko'p o'yinini ko'rmadim bu yil. Liverpoolga qarshi o'yinini ko'rdim. Manchester Cityga qarshi o'yinini ko'rdim. Parijdagi Aston Villaga qarshi o'yinni ko'rdim. O'sha juda ko'p o'yinni ko'rmaganligim uchun PSG haqida noto'g'ri tasavvurga ega ekanman degan bir xulosaga keldim. Chunki o'sha yevropalik futbol mutaxassislarining o'sha qisqa intervyularini, ularning tahlillarini kuzatib turib, shu yarim finaldan oldin yaqqol ustunlik PSJda ekanligiga guvoh bo'ldim. Chunki juda ko'p yevropalik mutaxassislar, bu nomdor mutaxassislar, endi hozir birma-bir sanab o'tirmayman. Nomdor mutaxassislar hali bu juftlik yarim final o'yinlari boshlanishidan oldin PSG yaqqol ustun va Chempionlar Ligasini g'olibi bo'ladi degan taxminlarni bildirishdi. U mutaxassislar endi doim kuzatib yurib, bizdanda yaxshiroq futbolni ekir-chikirga tushunganligi uchun men o'shalarga ishonib qo'ya qoldim. Va o'sha Liverpoolga qarshi o'yinini va boshqa o'yinlarni ko'rib, haqiqatan ham boshqa jamoalardan o'yin borasida ustun deb bilaman. Kecha Barselona g'olib bo'lgan taqdirda ham bu gapimni aytaman. Inter g'olib bo'lgan taqdirda ham aytaman. Bugungi o'yin balkim endi oldindan bilmaymiz, lekin ko'p ehtimol bugungi o'yinda ham Arsenal dan ustun favorit. PSG ko'p ehtimol Chempionlar Ligasi finaliga chiqadi va u yerda ham Inter ustidan g'alaba qozonadi deb o'ylayapman.